Assalomu alaykum. Bugun 13-may. Yangi bir tutimizni sortini ko'rsatmoqchi edim. Nishoni hosili. Bu sort Amerikani sorti. Gerardi deyiladi sort nomi. Mana mevalari, bu yil birinchi nishonasi. O'tgan yilgi payvand. Bu yilgi birinchi nishonasi. Payvandda o'tgan yil qilingan. Oddiy o'zimizni urug'dan chiqqan tutga qilingan. U tutni oddiy holatda o'stiradigan bo'lsangiz, katta daraxt bo'lib ketishi kerak. Lekin bu sortni o'ziga xos tomoni shundaki, buni o'sha oddiy tutlarga payvand qilsangiz ham tepasi karlikligicha qoladi. Ya'ni tez o'sib ketmaydi. Nimaga desa, buni kurtaklarining orasi juda ham yaqin bo'ladi. Mana. Bu rosa baquvvat ko'chatida tagidagi o'rnashib o'sib turgan baquvvat ko'chatga ulangan holatda mana keyingi yili mana shunchalik o'syapti. Bu tutni bo'yi katta bo'lgan holatda, misol yaxshi o'sib katta bo'lib ketganda 3 metr atrofida bo'lishi mumkin. Undan katta bo'lib ketmaydi, bo'lmasa o'sha 2-2,5 metr shunaqa bo'lib o'sadi. Mevalarini ham mazasini maqtashgan. Bu tutlarni Morus alba, ya'ni bizdagi oddiy tutlar bor. Morus alba deyiladi bular. Va Amerikani tuti bor, Morus rubra degan. Shu ikki xil tutni tabiiy gibridi hisoblanadi. Va shuni hisobiga mazasi bir boshqacha, nordon shirin ta'mi bor. Lekin haligi odamga yoqmaydigan emas, odamga yoqadigan nordon shirin, qanaqadir ba'zida bir shotutga ham o'xshab ketadigan bir mazasi bor. Mevalarini endi razmeri birinchi nishona uchun yomon emas. Keyin bu o'sha kurtaklarini orasi yaqinligini hisobiga, har bitta kurtakda ostidan meva chiqqanini hisobiga juda ham serhosil bo'ladi. Va o'sha karlikligini hisobiga daraxtdan mevalarni uzishga ham qiynalmaysiz. Juda ham yaxshi sort, ham dekorativniy desa bo'ladi. Bo'yi past. Xullas juda ham yaxshi bir sort hisoblanadi. Gerardi degan tut navi. Buni juda ham oz miqdorda ko'chati bor. Endi kuzga bilmayman bo'ladimi yo'qmi, lekin hozirda tuvayda o'sib turgan ozgina ko'chati bor. Kimga ko'chati kerak bo'lsa, murojaat qilsalaring. Hozir ekib qo'ysangiz, misol uchun tuvayda turganligini hisobiga hozir ham eksa bo'ladi. Tomiri qimillamagan holatda ekiladi. Yeringizga o'rnashib, moslashib, yaxshi tutib ketadi. Kimga ko'chati kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Gerardi